Let's go motherfucker bile. Zaps ketyapti. Hayyo, hamma salomsiz. Sizlar bilan bek so'zlar, bugun sizlar bilan birgalikda poyga bo'ladi, ya'ni legendarniy poyga. Mani M5 F10 hamda Denzigoysni M5 F90 do'stlar. Xo'sh, salomlashib qo'ying Denzigoys. Hammaga salom, sizlar bilan Denzigoys. Bugungi video poyga bo'ladi Bekstoka bilan. Kim yutishini bilib turibsizlar, mana men yutaman. F90ga qarshi iPhone bo'lmaydi. Xo'sh do'stlar, ko'rib turibsizlar. Bola katta gapiraveryapti, sizlar ko'rib turganingizda. Xo'sh, yutqizgan do'stlar mashinasini beraveradi do'stlar. Yutqizgan mashinasini beraveradi. Lekin mashinani nimadir bilgancha qiladi, xullas mashina bilan do'stlar. Xo'sh, biz unda startga boramiz do'stlar hozir. Bilmadim kim uchun. Men Denzi ko'p gapiraveryapti lekin bilmadim nima bo'ladi. Yutaman, yo'q. Mana do'stlar, ko'rib turganingizda biz keldik startga. Mana ikkalamiz ham startda turibmiz. Ko'rib turganingizda. Xo'sh, bilmadim, Denzi yutaman deyapti. Lekin men unga ishonmayman. Chunki men mashinani nima deyapsiz? Qani F10, F90 80 ta kuchi bor-da. Bo'lganman, baribir yutadi. Shu gap to'g'rimi? Kommentariya yozib qoldiringlar do'stlar, bilmadim. Xo'sh, mashinalar obzor qilib o'tamiz. Bu Denzini M5 F90 ni ko'rib turganingizda. Oddiy M5 dan farqi yo'q. Uda. Yo'q, farqi bormi? Farqi bor. Farqi bor. Ko'ziga qara, chiroqlariga qara. Ko'rib turibsizlar. Bu bo'za mani F90 F10 do'stlar. To'g'ri adashib deyapman. Mana nomerni bilgan biladi do'stlar, ko'rib turganingizda. Xo'sh. Unday bo'lsa, gapni qisqa qilamiz do'stlar. Poygani boshlayveramiz. Nima bo'ldi? 5 ta ko'z orqada yutqizib qo'ydingizki? Aka, ana realga aytishadi, realga bitta gol urgandan keyin yo'q qo'radi deyishadi. Naqib siz endi bitta poyga yutib qo'ysiz hali. 2 ta raund bor. 2 ta raundda changilda qolib ketasiz, tushunasizmi? Bilmadim do'stlar, chota bola yana ko'p gapiraveryapti. Xo'sh, mayli gapni qisqa qilamiz. Futbol deydimi, bilmayman, bu bola tushunmadim. Xo'sh do'stlar, hozir ikkinchi zaydda ham o'ynaveramiz do'stlar, ko'p gapni qisqa qilamiz. Do'stlar, ko'rib turibsizlar mana. 3 ta zaizdan 2 tasi yutdim, bu degani men toshni yutdim degani. Ko'rib turibsizlar. Aka, siz bahona qilmang, mashinam yurmay qoldi. Pedal qattiq bo'lib qoldi, shuncha yutqazdim. 5 raunddan qilik changimda qolib yurib ketadi. Bilmadim do'stlar, yana bitta shans beramizmi yo'qmi bilmadim. Ko'rib turibsizlar mana o'zicha M5 ni yagona degandi, ko'rib turibsizlar, 2 ta zayz yutqizdi do'stlar. Nima qilamiz? Shans beramizmi do'stlar, yo'qmi? Xo'sh, like bosib qo'yinglar videoga. Agar shans berang, tuda desanglar. Yutaman. Like bosib qo'yinglar do'stlar. Davay do'stlar. Yutaman aka. Qaranglar, iPhone ni qaranglar, M5 o'rnida mini o'tiribdan, игрушка o'yinchoq. Bilmadim do'stlar, xo'sh. Hozir mayli shans beramiz bolaga. Bola ko'p gapiravergandi. Xo'sh,
Şans beramiz. 5 ta zayiz qilamiz sizlar. Ha, ketdik. Okey. Aytdim sizga Realga bitta gol ursa, keyin yo'q ko'radimi? Bunaqada ehtosona, Johnson M5 ehtosona. Ammo qarang, miniligi non turgandi. Shib. O'smi yo'q ko'radi. Bilmadim do'stlar, bitta yutib qo'yib shuncha gapirib tashlayapti. Va ikkita yutib buncha gapirmadim do'stlar, bilmadim. Xo'sh, moshlarni ko'rib turibsizlar, men hatto 2 safar startda kech qoldim. Ovoz eshitilmay qoldi do'stlar, endi shuncha do'stlar. Mana M5 bilan maqtanadi do'stlar, bilmadim. Bu M5 nimasi bilan buncha maqtanadi do'stlar, bilmadim. Oddiy mashina ikkalasi ham maqtay bilgan narsasi yo'q do'stlar. Hatto yutib qilsam ham jalk emas, chunki 201 ham hozir yana yangi proyekt qilyapman. W201 ya'ni E190 ni o'sha bilan buni olib ketamiz do'stlar. Tekinga berib yuboraman do'stlar O'zbekdagi. Bilmadim do'stlar, bu ko'p gapirib yuboryapti. Yo'q ko'radi deyman, yo'q ko'radi. Gap yo'q, xo'sh. Gap cho'zmaymiz do'stlar, ko'rib turgan keyingi revansh qilib yuboramiz hozir. Comeback bo'ladi do'stlar, ya'ni o'tib ketamiz hozir mana bu Denzidan. Okey, nima bo'ldi? Chalib bering, bo'ling. Yana ketavering sekin. Bilmadim do'stlar. Bo'g'ona qilmang. Bilmadim. Chekkar o'tiring. Turing. Oqalavering. Qarang. Kristega o'tdi-da, aka. Kristega o'tdi. Voy bilaym, qaranglar do'stlar. O'zi bitta Motor M5 bor do'stlar. Shunga shunchami do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Bahona qilmang. Yo'l yutqazingizmi? Kalib bering, deb yo'lnab chiqib qoling. Hali yutqizganim yo'q. O'raman. 2 hali. Okey, bo'pti. Mingizga bir bezorish kerak. Bilamiz do'stlar, bu bola ko'p xayrlar o'ryapti. O'zinglar ko'ringlar. Birinchi, ikkinchi raundda ko'rdinglar. 3 ta 4 ta kuzov qoldi. Endi bilmayman, nimadir qo'shib oldi mashinasi, bu bilmayman. Metanolmi do'stlar? Nimadir qo'shib oldi. Bu bilan hali comeback bo'ladi. Hozir yana bilmadim do'stlar. Hozir yana bitta raund qoldi do'stlar. Comeback mana M5 ta comeback bo'ladi. Endi comeback. Bilmadim do'stlar. Yutqizsam ham necha menga jalk emas, mana bu mashina просто W201 bor, o'sha bilan tochni yutib ketamiz uni. Bilmadim do'stlar, 201 proyekt qilinyapti u qaytib. Bilgan biladi, chungachilarda yo'layaptilar. Mayli do'stlar, farqi yo'q. Xo'sh, yana bitta raund o'ynab ketaveramiz do'stlar. Men mashinamga o'tiraman endi. Zora turing. Okey, tushing. Mana mashinani yo'q. Hali yana bitta raund bor, bilmadim bu o'zicha hali. Tushing. Bilmadim do'stlar. Okey. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Okey, nima bo'ldi?
Bo'ldi do'stlar, mana yutqizgan tan olaman. Mana hozir kalitlarni sug'urib beramiz mashinadan. Mana kalit. Ya obunachilaringiz yonida pazursiz, pazur. Mana kaliti berdim do'stlar. Ko'rib turib ustingizga qilayotgandir. Bilmadim do'stlar, bola ko'p gapiryapti. Hali Sizga ketaveringlar, ha, boya pazur bo'lmasligingizdan ketavering. hali mana shu mashinani ikkalasini ham qaytarib olaman do'stlar. Mana M5 ni $1 sotaman do'stlar. Erkakcha gap do'stlar. Tushingizda qaytarasiz, aka, tushingizda. Bilmadim do'stlar, o'zi normal drift ham qilishni bilmagan. Urib zo'rg'a drift qilib oldi yutgandan keyin. Bojxona topishlarni qaranglar, kelar ko'rasizlar. Dunyoda eng katta bojxonachi shu Bekstoga deylar. Bekstoga kelaverasizlar bojxona o'ylab topish. Bo'ldi do'stlar, erkakcha yutqizgan tan olaman. O'zi ham yutqizgandan keyin tan olsa bo'ldi. Xo'sh, mana mashina bilganingiz qiling. Aka, sen uzoqroq turing. Bilmadim do'stlar. Qaranglar. Bernal qilishdan boshqasi yaramaydi qaranglar haydashni. Bilmadim do'stlar, Bernal qilaversin. Lekin mana u M5 ni hali qaytarib olaman do'stlar. Men ko'rib turgan mashinalarni qaytarib olaman точно do'stlar. Bu uchun menga podдержка kerak, ya'ni like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bu M5 qaytarib olib, qaranglar do'stlar. Zo'rg'a drift qilamiz. Yana kar qiladi. Erkakcha gap do'stlar, mana shu M5 qaytarib olib sizlarga berib yuboraman do'stlar konkursga. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman do'stlar. Ana drift qilib yuribdi hali ham ko'rib turganinglardek. Mayli, bilgansiz do'stlar. Xo'sh, sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Hali bu M5 ni qaytarib olaman. Bu uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Lekin men mana shu M5 qaytarib olib sizlarga $1 ga berib yuboraman do'stlar. Точно do'stlar, gapimga javob do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.